Uy qurib sotayotganlar insof qilinglar. Hop, sotish uchun qurilgan bitta uyga kelganmiz. Bir tanishimiz olgan ekan. Hop, monolitni chast. Mana zinasi shu darajada noqulay edi. Buzib o'zgartiramiz degan qarorga kelgan edik. Hop, shu payt buzayotganimiz edi. Monolitni setkasiga ko'zimiz tushyapti-da. Monolitni setkamiz bir qator. Hop, orasi 40 ga 40. Har 60 da mana bunaqa двойной balka tashab ketgan. Bo'lib ham varkada ishlagan. Vyaska qilmagan. Hop. Mana monolitni setkasi bir qator. Uy qurib sotayotganlar insof qilinglar. Odam yashaydi bu yerda. O'zi bu monolitni setka 20 ga 20. Двойной setka bo'lishi kerak. Monolitni chast tugagan taraflari skrytniy balkada tugashi kerak. Uyotganda qarab tekshirtirib ehtiyot bo'lib olasizlar.